Xullas jonim, bugundan boshlab Tandir milliy taom restorani endi sizniki. Klientlar more, puli tagida qolib ketasiz. Zapravkangchi. U keyinroq sabr qiling. Yuring, hozir sizga ish tartibini o'rgataman. Mana bu yerda xullas bizda 16 xil ovqatlarimiz bor. Hammasi bir-biridan yaxshi. Ha, desa. Ha, tutdimmi? Tualetga kirib olib, bekinib, SMS tashasiz. Vannada soatlab yurib ketasiz, mana shu bilanmi? Ha, menga qaro, kapka bashara. Oilamni buzmoqchimisan, basharani buzib qolma, tushundingmi? Bu meni erim bo'ladi. Nima? Erim bo'ladi dedi. Ha, bolamiz ham bor. Tak что, ikkiga urib turgan hozir basharani buzib qolmadim o'sam. Hali meni aldaganmi desiz? Taksi. Mashinani kalti. Cho'zing. Yashab turgan uyingizni kaltini ham bering. C5dagi ayollar kiyim do'koni kalti. Bo'ling. Передумала. Bu restoranni ham nomingizga o'tkazmayman. Mayli, kiyimingiz o'zingizda qolsin. Podarka. Asalcham. Jahl qilganda muncha asal bo'lib ketasiz, jonim. Keling, o'tiring. Voy, muncha chiroylisiz. Kepkalaringiz ham o'ziga yarashgan. Voy, yuzingiz nurliligini qarang. Xuddi quyosh yuzingizga yoshtirib qo'yganga o'xshaydi. Go'zalimiz, asalim. Men hazillashdim. O'zingiz bosing. Bular meni erim emas, akam bo'ladilar. Aka, besholing. Akam, jonim, asalim. Qarang, bitta taklif bor-da. Shu kafezni erim emas, akam emas. Meni nomimga o'tkazib bering. Ikkalamiz ikki boshli dukona bo'lib yuramiz. Ikki boshli ilon haqida eshitganman-u, lekin ikki boshli dugona